Mening aziz obunachilarim, şu anda biz mikrorayon bozorchaning yonginasida ko'rsatib o'ting. Qishlik domimizning 5-etajda 2 xonalik arzongina variantimiz savdoga chiqdi. Tezda shoshilib qolamiz. Ichki obzorni hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Azizlar, 2 xonalik qishlik domimizdan oshxonasi kattagina balkon qismidan iborat, bez remont, to'g'ri. Kirishdan o'ng qo'lda o'sha sanuzelimiz, prixoshkamizdan bu yerda yotoqxona qilsa ham bo'ladi. Kattalar yotoqxonasi, deraza bor va ko'rinishda esa mehmonxona. Uglovoy demang azizlar, bu g'ishtlik dom bo'lgani uchun uglovoyligi bilinmaydi, issiqqina dom. Rayon bozorchasining yonginasida bu 2 xonalik kvartiramiz, 5 etajlik dom, g'ishtlik dom, 5-etajda joylashgan bo'lib, 40 ming AQSh dollaridan savdosi bor. Tezda shoshilib qolamiz azizlar, bunday variant bozorda yo'q. Ko'cha tarafda ham ko'rsatib o'tamiz. Marhamat.